Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va tadbirkorlar. Ko'rishingiz mumkin 6 go'ch razmerdagi do'konimizda tayyorlab qurib berdik. Bugungi sanamiz 28-mart, soat 12 bo'ldi. O'zi mana do'konimiz tayyor. Kuni kecha 27-mart kuni ertalab ishni boshladik va 1,5 kun deganda mana shu do'konimizni tayyorlab qurib berdik. Tashqi dizayniga alohida e'tibor beramiz va mana bu do'konimizning egalari bu do'konni qurdirishdi, do'konni birlashtirib qo'shib berdik bu yoqqa. Tashqi dizaynimizga alohida e'tibor beramiz. Ikkita yoritish chog'larimiz, balafonlarimiz, tashqi dizaynimiz mokri va tilla rangda juda ham ideal va skromniy bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tashqi tomoniga ham e'tibor beramiz. Mana va bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin o'tgan yili 2025-yil dekabrning 25-sanasida qurib berilgan kafexona uchun mo'ljallashtirilgan obyektimiz ham bor. Mana yonginasiga mana bu do'konimizni qurib berdik mana. Xo'p, do'konimizni necha qismiga kiramiz? Do'konimiz xullas podключ bo'ladi. Polni hamma narsasi ichida. Mana bismillah. Ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar, juda ham idealniy va kompaktniy bo'lib chiqdi. Ichki yotish chiroqlarimiz, hamma narsa как надо. Kassaviy stol, vitrina, polka, prlavka hamma narsasi bor va mana bu yerda отдельный форточка ham qilib berdik, ikkitali yopiladigan. Ko'rishingiz mumkin, polkalar juda ham mustahkam va devorlarimiz esa bro oltilik laminat, 3 qavatli утепление, issiq 100% javob beradi. Потолок ham dekor plus va 3 qavatli утепление bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham idealniy chiqqan do'konimiz. Polimiz 1.8lik laminat emas, MDF bo'ladi. Juda ham mustahkam material. 5 tonnagacha yukni spokойно teksturganda ko'tarib bera oladigan material bo'ladi. Juda ham mustahkam materiallardan. Xullas do'konimiz ham. Mana bu fortchkamiz havo aylanishi uchun, bu yoqda esa to'g'ri o'tib ketadigan do'konimiz. Mana shu do'konga mana bunday qo'shib devorlarga e'tibor beramiz, qalinligiga chiroyli qilib berdik mana. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar, mini market yoki novvoyxona do'konlar uchun mana shunaqa do'kon kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Ya'ni pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqing. Biz sizlarga mana shunday tez fursatda yokida narxlarni kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Kvadrati hech qanaqasi cheklanmagan, xohlagan kvadratda qilib beramiz. Imkoningizga yetadigan qadar, ya'ni xohlagan kvadratda, katta razmerdagi kvadratda ham qilib bera olamiz. Xullas, do'konimiz mana, ko'rib baho berasizlar. Juda ham chiroyli. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Biz sizlarga mana shunday do'konimizni tez fursatda va kelishtirib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.